Baxtni qo'g'lashmaydigan odam bo'limiz kerak. Bizning baxtga tutgan muomalamiz, o'zimizning odamiylik fazilatimiz aniq ko'rsatib beradigan aynak bo'la olishida shak yo'q. Biz o'zimiz yashayotgan bu dunyoda erishadiganimiz bilan yo'qotadiganimizning tangponligini bilish uchun qiziqimiz-yu, erishish bilan yo'qotishning turmush tarozisidagi salmog'ini tangshashga sal qaraymiz. Natijada hayotning lazzati va qimmatini bayqash fursatidan mahrum bo'lamiz. Kechikib qoldingiz buni. Saqlab ketdingizmi? Shunday.
qalbimda parlab turgan Şunqarın lacınsan, köklərdə pərvaz urğan. Gülümsən, nurlusən, qalbimda parlab turgan Şunqarın lacınsan, köklərdə pərvaz urğan. Qara qaşlı güzel Cemile Yollarımda göz tükeremem Sen benimdin yirak gelmegin Yüreğimni para etmegin Ketme güzelim Benimle senin Süymem seni Gülüm Cemile Ketme güzelim Benimle senin Süymem seni Gülüm Cemile Saçların oynaydı Çıkanda meyşema Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Saçların oynaydı Çıkanda meyşema Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Kara kaşlık güzel Cemile Yollarımda göz tükeremem Sen benimdin yirak etmegin Yüreğimni para etmegin Ketme güzelim Benimle senin Süymem seni Gülüm Cemile Ketme güzelim Benimle senin Süymem seni Gülüm Cemile Kara kaşlık güzel Cemile Yollarımda göz tükeremem Sen benimdin yirak etmegin Yüreğimni para etmegin Ketme güzelim Benimle senin Süymem seni Gülüm Cemile Ketme güzelim Benimle senin Süymem seni Gülüm Cemile Ketme güzelim Benimle senin Süymem seni Gülüm Cemile Ketme güzelim Benimle senin Süymem Yüreğimde o saldın sen Mestane sezin deme Teşvik mi efendim? Şeytan. Yaxşı, yaxşı. Hem işletip Şunda boptuğuz. hemisi dedik. Hem
men yaxshi ko'rdigan ranglar bo'pti. Vah. Hammasi men yaxshi ko'rdigan ranglar bo'pti. Shundaqmi? To'xtab turing. Men birdan tekshirib o'tkazib olaman. Yaxshi bo'pti. Oshxonaning rangini texim yaxshi ko'rdim. Qalb. Hujraynim ko'rib baqay. Vah. Nima degan chiroyli. Qallingiz ishlaydi juma Murat. Meni bakla xo'shal qilib etdingiz. Shunda qilib telefonimni yo'tkab bo'ldim-da. Texi boyli yo'tgadim. Nomeri burunqi nomeri bilan o'xshashdi-a? Albatta, burunqi. Sizni pek sig'indim. Meni sig'indingizmi yoki yangi uyni, ha? Sizni uyni hammanglarni sig'indim. Haris, opamga telefon qilib o'tay. Ma'qul. Menimcha opam hozir cho'qimla hayron qoladi. Kechiring, siz urgan telefon vaqtincha ulanmaydi. Qaraganda opam uyda yo'q o'xshaydi. Adam ko'rib baqay bo'lmasa. Hey? Hadamma, qanday ahvoling hada yaxshi turamsan? Ha, komandirib kirib nazarli qaytib kelishim. Muratma, uylarni shunday chiroyli qilib bitdi degina. Ha. Uy telefon qilsam opam yo'q ekan. Bugunmi? Bo'ldilar hada ozroq charchab qoptiman. Bugun o'ptaroq aram elib olay. At cho'qim sen bilan ko'rishgili boraman. Ma'qul. At ko'rishaylik. Xo'sh. Menda xo'sh bo'ldim. Uyimiz bek chiroyli bo'pti. Endi telefon qiladigan. Yana bir muhim yaqib qoldi. Qaya u? Ha? Shayton, eskiligini qara. Bugün meni pek sakatı. Shundaqmi? Bir kuncha qolib. Shundaq bo'lar, ha? Voy, bu bizning yozuvchi og'aynimiz-ku. Murat adash, qanday tinchlikmi? Uzun bo'ldi ko'rishmoq. Salomatlikmi yaxshimi? Yaxshi. Murat. Mening erkak. Bu chiroyli qiz kim bo'ldi ekan? İsmi Sevle, yüzü şu. Yaxshisiz. Bo'ldi. Sizlarni yo'linglar meni yo'linglar. Sizlarni yo'linglardan qo'ymayman yana. Shu telefon qilasan, ha? Ma'qul. Ko'rib turaylar. Nomer shu. Unutib qolma. Ma'qul.
Vay, Zülfiyama, mən Cəmilə, qanaq yaxşı duramsa? Ay, vaqt toşub ketdisizlər, tək otursizlar go. Oy, saat kim qaramapdıq go. Mağaylı. Mağaylı. Qo'zg'am toza osh deyishim. Jiroq, billa mağaylı. O'zingizga chiroyli yaxshindaq yarashibdi. Yangi yasatdingizmi? Qizlar, vaqtinglar o'z uyga telefon urib, o'ltirib ketinglarmi? Xo'sh, xo'sh. Malay, çoxum meniki. Bay? Ha? Mən şu. Həcət isin kep qapdı mənğu? Yaxşı, yaxşı. Özüngçü? Ha? Nima? Uygunlikka? Bir yildagi sizga qiladigan 101 turlik sovg'a. Chin ko'nglingiz bilan siz uningga siz qopsizmi? Charchab ketgan odamning qo'lini yenik o'lab berish kerak. Charchab ketgan odamning qo'lini yenik o'lab berish kerak. Bo'ldimi? O'quvchilik vaqtingizdagi o'qituvchingizga rahmatingizni bildirib, Akirtga avating. Avating. Oy, telefon. Vay? Ha? Mamg'u? Ha. Ya. O'zingiz yana? Ha, yana? Yana. Oy, telefon. Ha? Vay? Vay. Vay. Bo'ldi, qo'ying. Qo'ying. Telefonga siz ko'p qoldingizmi nima? O'zingiz ayangchimi? Telefonga siz ko'p qolsangiz, bolamiz tug'ilganda telefonni qo'lingizda tutib tushmasa yana. Menga telefon kelsa, chidamay qilyaptamsiz? Shuni gap bo'pti-da, ha? Men bo'pti. Oyog'ini bilmaydi ekansiz, ha? Rasmi? Chidamay.
Telefon. Telefonni eling davatman. Eling ha. Voy voy. Yerim kecha telefon qilgan zoti kimdi? Ha? Telefonni eling ha. Voy voy, o'zingiz eling ha. Ajab uyqumni buzdi. Vay, Vay, ajujangmisiz? Qanday yaxshi turibsiz? Sizga hali ishni joyida bejarib etdim. Sotmasat 30 ming qo'y pul olgan kirdidan, ha? Ertaga uchun sizga yetkazib beraman. Xonimga aytgan qoni palto dalkagandi, ha? voy, efendim. Siz qaysi ajujangni deysiz? Nima? Bu kadrlar idorasidagi ajujangni uy emasmi? Yo'qsa, efendim, bu degan madaniyat idorasidagi darisiz kadrning oddiy kapsi. Abla, xato qilibdi. Men xato urib qo'ydim, kechiring, ha? Hullanit xoshamatchi. Mushundaq chaqda telefon urib, xush xabar yetkazishga aldırğanını qara. Xiyolingda ajujangdan oladigan cho'ng-cho'ng mukofotlarni, yurakni o'yintib o'tadigan ajoyib va'dalarni o'ylagan bo'g'ayding. Mayli kim bo'l, bu muhim emas. Ammo va'da qilamanki, sen faqat qurtdek yashaydigan, yer sharini g'ajab, cho'qib, o'tni to'shiq qilib o'tadigan, boy xo'jamlarning tapini ostida jon saqlaydigan xoshamatchilarning biri. Vay, Jamilama? qandaqsiga Jamila bo'ladi? Qulog'ingiz gasib qoldimi nima? Ovozimdan ayolligimni farq etamidingizmi? Jamila bormi? O ishqi ketgan. Uningda bir ishingiz bormi-ti? Bu ikkimizning shaxsiy ishi. Buni siz aralashmasangizmi bo'ladi? Xo'sh, avar qildimi? Nima deydi o mavzuldek? Texi Jamila bilan ikkimizning shaxsiy ishi bor deydi. O kimdi? Jamilaning xizmatdashimidi ya? Yo'q. Bu chaqda u ishqi berib bo'ldi. Amsa, boyqi tetiqsi so'ltak zot kim bo'g'aydi?
Jamilani qandoq tanıydı ki? Men aralashmasam mı bo'ladigan ularning zodi qandoq shaxsiy ishi bordi? Nima qilyaptıngiz bu uyni? Qumdanning turxunidagi bo'lib ketibdi-ku. Hamma yana uslab yetibsiz. Voy. Tamakin tas chekibsiz-da. Ozroq chekingiz-mu? Salomatlik ziyonliq. Biz yaşayotgan bu dünya acayip tilsim sırlar bilen to'lgan bo'ladi. Her birimiz fakat özümüzün samimiyligi ve turmuş tutgan kızgın muamelemiz arkalı bu tilsim ve sırlarning ochqichini topalaymiz. Çırayınız bölekçi durdu. Necəsiniz yoxmu nima? Ha? Ko'nglingiz nimani tatidi dana? Birdan aytib berma. Bir ish bo'ldimi? Bana nima tikilib qaraysiz? Gap qiling ha? Aqız qaradaş. Xeyli ustadlığı va qizchaqqa. Hozir jahonning ishlarini birni deb bo'lmaydi. O'z erining ko'ngli qolgan, qandaqdir xiyollar kalisi kirib olgan ayollar o'z eriga shunchalik kuyindigan bo'lib ketdiki, hatto eriga bo'lgan samimiyatini, kuyinishini ifodalash uchun haddidan ziyoda zo'rib ketdi. Natijada u ayolni kishilar tarafidan vafodor ayol deb tanildi. Ermo ayolining oq ko'chalarda timisqilab yurganini xiyoliga keltirmaydi danglardash. Murad degan bir yozuvchi. Dana odam. O nima degan to'g'ri so'zlagan? Mana Jamila menga ajab kuyinib ketyapti. Qaraganda Jamilaning qo'zig'ida rostli jinba o'xshamamdi. Lag'man qilaymi? Tomoq yeyolganmidingiz? Ayting-a. Qo'zig'im to'q. Nerede tomoq yedingiz? Telefon geldi. Vay. Yaxshimisiz? Murad bami? Ha. Pa. Telefoningiz. Vay. Muradmisiz? Nimanda sarangdek vaqiraysiz seni. Hech bir kichikdek inaldan chiqolmayapsiz. Sizni sog'lig'ingiz ekan. Tez
bo'lmamsiz canım. Ben azaldan sizni saqlaganman. Eshitdingmi? Voy, siz kim o? Telefonni xato urib qoldingizmi nima? Siz Nima? Ajab, tilingizni chaynab qoldingiz-ku. Yiliqi jin qo'lchiqqa o'xshaydigan ishingiz o'xshamamdi. Nimadan qo'rqishsiz canım? Qo'rqma. Yaxshi, sizni boshqadan o'ylayman. to'la kapshima. Sen zodi kim o? Men sizning qanmaydi halqo'nchingiz. Bilmas bo'laolasiz. Atriyada telefon urib, kechda uchrashaymi deganmidingiz? Tez bo'ling, fursat qaniyman. Restoranda chiqib, siz degan biror mehmonxonaning xoliroq yotig'idan birini olamizda. Kecha. Tek hiç tamakta tutuşturmamsın. Restoranda yediğin tamaklarını işim olması için tamaksız çıkmadı. Tez kelib qolgan bir telefon uchun o'shinchilik qilib ketamsiz? Bəgərlədiniz. Uçuruş oralarınızı uyak şunca iniq bildiğin dursa. Biz qalğan telefon deyişdin yüzünüz qızalmadı mı? Dərləşib qoyubsizlər. Boldu beriverim. Olmaz haqla meni hər nimi gitmedi. Yollab yürümüsən yeme. Canım Cemile. Bana işine. Ben o kızını faqatlı tanımayman. Oldu qılın Murat. Hemmiş beş qoldek ayam boldu. Yani özünüzü aqlaş ornu vatamsız. Boldu menin aldımda özünüzü aqlamam. Siz okugan o mektepte. Ben mi okugan? Cemile, ben... Boldu düşendirmen dep avarı bolmam. Menin faqatla anlığım yok. Düşendirmen bolamdı. Baxtning ta'biri ustida o'ylanganimizda, baxtning mavjud bo'lish mumkinchiligi ustidami o'ylanib ko'rsak, balkim bizning baxtga tutgan muomalamizda reallikka munosib bo'lgan ahamiyatlik va xotirlik aslimini his qilishi mumkin. Unutish bilan unutilishning chegarasini bayqashga hammamiz qodir bo'lamiz. Ammo baxtning unutulish chegarasi ustida o'yinla oladiganlarimiz ancha ko'p bo'lmasa kerak. Shunga bizning turmushimizda unutilib ketilayotgan baxt aslimalari shuncha ko'p va shuncha cheksiz.
Sen baldırlık qaytib kelgan bo'ldingiz. Vay. Jamila bama. Sizning telefoningiz ekan. Vay. Ah canım, sizin ovozingizni anglaydigan kunim keladi ekan-a. Nima? 2 kun ko'rishmasak, ko'rishmagila necha asr bo'lgandek tugishib ketyapman. Qani ayting-a. Kuz qorlig'ichidek nega ko'chdingiz? Menga ishingiz og'risin jinim. Ko'ni joyga qachon qadam tashlab qilasiz? Oshiqning holiga mashq etmasangmi, kar bo'lmaydi ekan. Ha? Meni bunchoq qiynamang güzelim. Tomochug'im. Bir nima demamsiz? Ya meni ishqilxonada kavob bo'lsin dedingizmi? Undaq taş yürek bo'lmang jinim. Bendisini azaplısı günah buludu. Ben sizsiz yaşayamayman Tomochug'im. Gap qilama. Vay. Siz abi kim o? Ha? Siz nemi deb jo'ylayapsiz? Jo'ylasammi? Siz deb jo'ylagandim Tomochug'im. Bu men. Men to'limadingizmi? Jinim. Bu beshini yeydigan. Pah. Acayip chiroyli qismkan bu. Men sizni Jamila deb oddiyli chaqirib yuribdiman. Mundaqmi ismim bor ha? Shundan ismingizning borlig'ini burroq menga desangiz bo'lmamdi. Murat, men Tomochug'im. Men sizni hargizmi bundoq atab boqmagan. Hargiz bundoq atab boqmagan. Bo'ldi, yig'lamanglar. Qara, Allohga. Rahimsiz ayol. Ko'z yoshi bilan erini qanchalik bechor qilib atgan-a? Yig'a ayollarning erlar oldida qiyin o'tkaldan o'tib olish uchun ishlatadigan eng abjil quroli. Boshqa ko'z nima deb o'ylab qoladi? Shu ko'z yoshlarga erlarning qanchalik g'ururi singan deysa. Bu jahannam. Qara. Muradning so'zlari nimancha o'rinliq. Mana Jamila mening ko'zimni bog'lash uchun ezilib, damdardek buqillab yig'lamoqda. Ahmaq xotin deb. O'z vaqtida mening yig'lashimni, oyiqig'i qilib, haqo qilishni, tilishimni tamoq qilib yurgan bu qo'ydi bu. Shu sababdan tushuntirishlarimga quloq solmay, men egilgan siri toyoqda qitib olgangan. Mana kunlar uzun. Yig'la xotin, fuqodan chiqishi yig'la. Ammo meni ko'z yoshlarimga ishimdi deb ham xiyol qilma. Qo'lingdan kelsa, bu uyni ko'z yoshlaringga g'arq qilib etdi. Hammamiz sening yoshlaringda oqayli. Ammo men sana hargiz aldanmayman.
Vay. Cemile mi? Çivindek bizden neymiken sen Cumo? Kim o sen? Erkek tükün olsa telefon oraya yemey. Aldın mı kememse? Kechiring birodar, o'zingizni ayan. Jamila turgan yerda sizning oldingizda erkak tukumni chiqarib yursam sat emasmi? Meni tanglikda qo'yma, ha? Bu hesapni cho'qim olmay qo'ymayman. Bu eşek nesli eblah. Adamın uykusunu şundaq mı haram kılamsın? Sen şu mümkün buldum endi. Ya kündüzü ya keçsi adamga xotirjamlik bo'lmasa. Bir sho'ri qurg'ur men bilan o'chak kishi odamdi ya. Nima sachilik bu? Vay. Telefonni hajab tasti ilavatsiz qo'ychinim. Bilib qiling. Sizning dadingizda bu ko'zlarimdan uyqu qochdi. Murat. Sizni seg'inib faqat uxlayolmayotdimi? Gap qilsangchi. Hey, Muratning jini chaplashqa rasva. Mumis qilsangchi, yuzing nimachi qilin sening. Kecha bizni telefon qilib nima ilishing batdi? Ha? Sana nima bo'lsa yo'q. Sen bilan talashib o'tirgan vaqtim yo'q. Iching etish kelsinmi? Chidab turib telefonni Murat qadagina. Ikki og'iz gap qilolay. Ha? Gap qilmaysan-ku. Telefonni bermayapamsa? Ha? Muratning bundaq kecha telefon ilishga vaqtimi yo'q. O nomussiz buzuq. Senda ko'chib qolgan qizlarning telefonini Murat hargizmi olmaydi. Anglayapsizmi? Hey. Meni ko'chib qolgan qiz degidek sen nim solaytding ba? O'zing kim sadi? Men ko'chib qolgan qiz bo'lsam bo'lgandimi? Ammo shu ishimga chipaqliq to'nini kiyib yurib, kishilarga tumuchiq bo'lib baxmidi. To'g'ri eg'zimni g'irishlamay, Muratni chaqirib. Bo'lmasa u yetishkinlab o'zingni ko'ramaysan. Oyog'imni bir uqtimi? Kimsan? Nimaga shuncha yo'g'on so'zlaysan? Ha? Muratning sevgini az kundan keyin uning bilan to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lg'usi ayol bo'laman. Qandaq? Mumkin bo'lsa, isitini saqlab vaqtni kashini to'g'rilab. Bo'lmasa, keyin kupshayman, foyda bermaydi. Nima bo'ldi? Uning ichingga tushib ketdi-ku. Chidamayapamsa? Vay. 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 Sizga rahmat deyishim bo'g'day Murat. Ayolimizning qandaqdir biriga sumuchiq bo'lganligini sevgilingizga hikoya qilib berishga ulguribsiz. Endi bunga nima deysiz? Yo'q. Yo'q, Jamila. Mening hech qachon sizdan boshqa sevgilim bo'lib boqmagan. Buningdan keyin bo'lmaydi. Bu balkim birasining
ichdan chidamaslik qilib yoki bekorchilikdan ichi pushib qolgan ishi bo'lishi mumkin. Mana ishning Jamila. Meni xato tushunib qolmang. Hargiz xato tushunib qolmang. Mana obdala tushunyapman. Lavana, siz zerikib boshqa birini yaxshi ko'rib qolgan. Bu so'z ochiq ta'bir. Bunda o'yin o'ynab yurgich. Sizchi? Siz nemishki demaysiz amisa? Murat. Benim ana chidoqchiligim qolmadi. Murat. Aramız ishonch qolmabdi. Biz qanday bir o'yin yashayapmiz. Mana işini. Mana işini kılayım. Camilaga shuncha yolvurdik, faqatla unimidi.
Hey, qaraganda onun dilini bek ranjitibsiz jim Muratjon. Shu emasmi? Bechara Jamila shundoq ezilib yig'ildiki, ig'zida biror ig'iz gapni aniq anglayolmay ketdik. Yoshlik deganda bir-biriga akilishib, sho'xlig'iga bas kelanmay, yo undoq, yo bundoq tegishlar degan doim bo'lib turadi. Eng yaxshisi siz er kishi bo'lgandikin, qo'sqingizni kengroq tutib, o'zingiz bir qatim berib kelmasangiz bo'lmag'idakchimi? Shuda Jamilaga bekli ko'nib qotganmiz, uning yo'qligi bizga bek bilindi. Bo'pdimsa. Sal vaqt o'tsin. Jamilaning achchig'i yonganda qaytirib kelsam bo'ladi. Mayli. Sizlarni avara qildim. Yo'qay, biz mangaylamsa. Jamila. Oy. Kes. Hech qisi yo'q. Turmushimizdagi xo'shallik, turmushimizdagi azob, turmushimizdagi kulki ham yig'i deganlar uncholar qo'rqinchli emas. Eng qo'rqinchligi bizning ularni qabul qila olishimiz yoki qabul qila olmasligimizdir. Biz baxtni o'zimiz yaratamiz. Shundoq ham o'zimiz vayron qilamiz. Baxtni yaratganlar hayotning va turmushning xo'jayinlaridan bo'lish sharfiga erishsak, baxtni vayron qilganlar baxtsizlikning mangulik xo'jayinlari bo'lish sharfiga erishimiz. Mana bu biz odamlarning qismati. Ha? Bizning kelgusida cho'qim baxtli oilamiz bo'ladi. Rasma? Ras bo'lmaysiz, ishonmamsiz? Ishonaman Jamila. Bizning texi yana nurg'un bolalarimiz bo'ladi. Texi bir muncha bolalardan tushib ketganini qara. His qilinmi? Balasiz uy mazar degan gap bor emasmi jinim? Qani u baxt. Bu oila shu tap qari qo'yun vayron qilayotgan o't cho'p dövsidek parakanda. Buningga nima amal? Kelgulik boshqa kelganda o'zingni nega qochira olaysan? Men Jamilani chin dilimdan suyman. U meni qavatli yaxshi ko'rdi. Ammo bo'lib o'tgan ishlarni bir-birimizga tushuntirib bermaymiz. Bir materialda tumuchiq chiroyli bo'g'ini bilan qo'lga o'rganmaydigan qush u juftiga bek sodiq deb yozilibdi. Ammo Jamila qo'lga o'rganibdi. Kimlarningdir tumuchiga bo'pti. Bu dardga chidash mumkinmi? Mağımın telefon kelyapti. Mağın telefon qilgan zodi kimdi? Ya bir adalda telefon nomerini xato yozib bergan bo'lsa, bir nima dadida sarang olgan o qanjoq arnumuzni qayirib qo'yib, telefon urib Texi Jamila bilan tang turishlarcha uni. Qiziq ish. Jamilaning birsiga tumuchiq bo'g'inni u kimdan oldi-ki? Neymişki tep tatmay onun yüzüge saladıgandı. Bu küllerin ayğı emdi kıyarın çıkan ki. Yaratkan iyi. Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın, laçın sen, köklerde pervaz urgan. Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın, laçın sen, köklerde pervaz urgan. Kara kaşlık güzel Jamila, yollarımda göz tükeremem. Sen menimden yirak gelmegin,
Yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, menin esenim, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim. Murat, sizga zodin nima bo'ldi? Besh zehningizni yig'olmaysiz-ku. Qarang, bu jadvalni yana xato to'shqizibsiz. Kechiring, rostli xato bo'lib qopti. Bundaq ish bo'laversa qanday bo'ladi? Sizning zehningiz xeli o'tkirdi-ku. Bundaq ish ilgari faqatli ko'rinib boqmagan. Buningga diqqat qilay. Saçlarım oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Saçlarım oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Kara kaşlık güzel Cemile, yollarımda güz çıkar hemen. Sen bilindin yirak etmegin, yüreğimni para etmegin. Ketmen güzelim, menin esenim, süymem seni, gülüm Cemile. Ketmen güzelim, menin esenim, süymem seni, gülüm Cemile. Şamanlar uçar şu gün şu her gece yollarınga qarayman bugün bu her gece kerak emas mana shirin soğuk şamanlar uçar şu gün şu her gece yollarınga qarayman bugün bu her gece kerak emas mana shirin gündüz gün moment üçün okşaş zulmet gece unuttun mu yar beni niçin ayrı gece
Yo'llaringga qarayman bu kun bu har kecha kerak emas bana shirin so'zim gündüz kun men uchun o'xshash zulmat kecha unutdingmi yar meni nechun ay o'tkecha Biga yaxshi o'tadi, ha. Tamakang bamu. Çakmak bakmaklı badın. Çektirmemse balangza. Mana hamma narsa bor. Aka. Hmm. Le oxo. Aka gina. Zaytın xili bo'ladi ekan-a? Yoshmansa, chiqira. Ha, ikkila buni. Mamamdu ya bu saytın. Gina aktarıp bakayım. Apa telefon yok mu? Vay Allah burun soyulup olgan piyazken bu bu. Kitaylı boldu. Ketdi. Jamila, ha? Sizni bir chaqiryotidu. Kimkan u? Chiqqanda bilasiz, sir saqlayotidu. Ha, ma'qulamsa. Bu yekkep qapsiz o. Sizni ko'ray deb keldim. Qo'shnilar sizni bek so'rab ketyapti. So'rimiz baribir. Tutunning achchig'ini mo'ri bilimiz kim biladi? Mening dardimni kim tushundi? Ularning chirig'i o'zlariga yonidi. Mana men tushunaman. Men obdan tushunaman. Yo'q. Siz hargiz tushunmaysiz. Siz faqat kimdir birisining menga telefon berganligini tushunasiz. Jamila. Menga ishonmamsiz? İlgili işareti. Haqiqat. Ki. Hazırçı Jamila. Ben bu sualdan pek korkuyorum. Bekli korkuyorum. Şunu uyga qaytib ketgan mekandaydı.
ketaylik. Jamila? Bo'ldi. Qaytib keting. Bu nima qilganingiz Murat? Siz nima ishlashyapsiz? Unda qilmang. Siz hozirdan emas-ku. Yo'q. Men hozir o'lib ketayotgan baxtim uchun hozir ichyapman. Undaq deyman. Qarsam o'zingizni bekil tashlab o'tibsiz. Bundaq yuraman. Kiyimlaringizni almashtirib yuring. Bundaq yursangiz ranjib qolaman. Bir-biriga ashaddiy raqib bo'lib ketgan. Ayolning ko'nglida yaxshi o'tgan kunlarning mehri qoladi, Jamila. Biz bir-birimizga qancha chidgan raqib bo'lganimiz yo'q. Ilgari biz qanday baxtli edik? Buni bilamsiz? Bilamsiz? Hozir biz arzimas ishlar uchun hijron azob tortyapmiz. Ashu yaxshi kunlarimizning hurmati uchun bo'lsa-mu? Qaytib keling bo'lamdi. Lekin biz o'tinib qolay Jamila. Birga ketaylik. Jamila. Bu uy sizning qo'lingiz bilan kuladi. Mening yerim ko'nglim illiq mehringiz bilan to'ladi. Buni bilamsiz. Voy, kimdi? Men qarab baqay. Yo'q, men chiqay. Bo'ldi,
siz o'tiravering. Men ochay. Qarsam loqova suzakda ichirqib qopti. Bir dasta kelib kelgan edi. Uydan bir nekichindan ovoz oldi. Kirishni afsuslaydi. Ati gul bilan siz ko'kir kelaman. Uyimiz bilmish qimmatli sovuqimizni ko'rsatgan akaganmi? Bu men Ne qatnashmayman-chi usta. Kimdi bu aşkınız bilen didaklaşıp durupmu? Yani benim aldımda hiççar kıyafet kırvadınız değilse, ha? Cemile. Kendin beri bu öyge bir etişsin mi? Kırıp bakını yok. Emsi bucum, mavcum, bunu kanat şerlersin, eytemem. Bu nemi gapdi? Bizim baxtimizga chaqchaq qilib o'tgan zodi kimdi? To'xtang Jamila. 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 Murat. Siz yenmeymi demakchi? Men o'zim nima deyishimni bilmayman. Biroq turmushimizni bundoq sababsizlar vayron bo'lishini xohlamayman Jamila. Endi demas. Sebepsizler. Bu işler sebep olamam diye. Bu işlerini deme Cemile. Bu işlerini ben keltirip çıkarmadım. Amsi ben keltirip çıkarıptım ben de. Oldu kılaylıyım Murat. Siz bu tekli tanglıştı kavgudeksiz. Turmuş degan shundoq bo'lsa. Men ko'p shug'lab, olimni ketgidayman. Bel qo'yib shundoqmi? Qara, Jamila. Bu ikkimizning turmushi. Bu uy bo'lsa, ikkimizning uyi. İkimizin cenneti, ikimizin dünyası. Onu asraş, onu kadirleş. Hem qoğdaş ikimizin işi. Eğer bayram kılıç doğru gelse, bu iş ikimizin koludan geliyor. Lekin biz öz razılığımız bilen onu söyüşke, kadirleşke, asrashqa tan qadam bosgan. Endilikda siz turmush meni charchitib, hosirtib qo'ydi deysiz-ku. Shundoq. Shundoq. Biz turmushga tan qadam olgan.
Mening bu turmushim sevgim yo'qmi? Qadrligim, asrog'im, qovdig'im yo'qmi? Lekin ilqat gul bo'ldi qilaylik Murat. Men asıl charchadim. Jamila, turmush asli biz tarafda. O bizning jangohimiz emas. Bizning dushman, raqibimizmi emas. Bizni mushohlig'i tushirib qo'ygan. Bir-birimizga tushuntirishga amalsiz holga tushirib qo'ygan. Ashu nejis telefon. Men aniqlab baqdim. Lekin o aniqlig'i bo'lmaydigan, nomeri chiqmaydigan nejis telefon kan emasmi? Rahmat. Bugun ishni qanaqa tushuntirsiz? Men bayatın sizga nima dedim? Bu birisinin o'yini ekanligi chiqibdi turmamdi. Bayatınqi ishlar meni sizni mubakrak azobla otidi. Buni sizga tushuntirishga amalsiz qilyapman. Shuni bilamsiz Jamila. Yani şu nomeri yok telefonken. Vay? Takbiyat vaqtini berib qolib, sexni ketib qolgan edim. Uni yo'q silib tutmoqni his qilasiz. Deyman, ajoyib hayajon ichida jimam. Degan so'zni boshqa aytmayman. Elim buni namus qilmaydiganlar. Ishqilib kim bo'lsang, qaysi noahli bo'lsang, ajab joyida keltiryapsan, ha? O kimdi o? Acaba tanışlısı mı o? Elik telefon ne? Hey, bu benim Ali mektepteki sağdışım. Hem ağinem Tursun go. Gül kız. Ha, yaxshimisiz? Qani o'tiring. Siz bilan bir mo'ng'ilchigan yagiyapti Murat. Obdan uchrab qoldingiz. Qanday vaqtingiz bormi? Bor. Men ishongan taqda kiyik yotmabdi degan maqol ta'sirining ma'nosini sizdan tepib Murat. Ayting, nima qilganingiz bu? Do'stim Jamilaga nimachi qilasiz? Onun ko'z yoshlaridan daryo yasab, beliq boqay deyotam sizga. Yo'q, Gül kız. Bu ish hargizmi sizlar o'ylagandek undaq ish emas. Siz bu menga ishonmamsiz? Bir mo'rdan tutun chiqargan odamga ishonch ato qilmay turib mendan ishonch talab qilishga nima haqqingiz bor, Murat?
Men Cemile'ge işinime, dostumga işinime. Men qanday qilsam, ondan sizlar menga ishondigansizlar. Men shuncha ujmi ko'ngil odamman. Buni vicdanınızını so'ra. Bu jahonning erlar nim bo'lib ketadi ekan tang. Qarshi shuncha muloyim, qoidalik, ammo har bir samon otigidan suv yugurtayotgan. O kimdi? Yılqa alvas şumudu. Ailemizin kuşcanlısı bulmakçı bulgan bu alvasını bir görüp bakayım. O dostum gül kızken bu. Yok. Ben nemelerni o'ylab ketdim. Men uningga ishonishim kerak. Bu herkes mumkin emas. Oy, Kamal, kira. Oy, qanday ahvoling? Qanday ahvoling? Salomatliging yaxshidir, ha? Yaxshi. O'zing qanday turyapsan? Yomon emas, adash. Qani, o'tir, ha? Nimanda qumga tushgan yingidek yo'qolib ketgan desam, hujjat o'visi orasida qolib ketgan-da. Hujjat deganni qatirib ko'rib, bir o'siday debsan-da. Nim deganing bu? Hujjat ko'yinga o'sidigan ish nima ekan? Odamning aqli yetmaydigan nima ishlar bo'layotmamdi hozir. Qani, ayta. Meni bu yerga bir ish bilan izlab kelganmisan. Ras, seni kechdiki bir o'ltirishqa chiqlab kelib edim, og'ayni. O'ltirishqa? Shundaq. Buni bir hisobda sening ziyofating desakmi bo'ladi. Biz bir necha savaqdash sana hamroh bo'lib, ziyofat ichimiz shu. Mening ziyofatimmi? Buningdan hajab, mening xabarim yo'q ekan-ku. Mana hozir xabar topding-ku. Sizlar rastli o'ltirish qilmoqchimi? Endi tushundim. Sizlar bir qanchinglar mening nomimda ustal buyurtib, meni yiqitmoqchi bo'psizlar-da, ha? Sening rastli xabaring yo'qmi? Ziyofatning gapini sening og'zingdan anglayapman-ku mana. Endi bildim. Bu yozuvchi og'aynimiz Murodilning o'yini ekan-da. Murodilning o'yini? Astag'firullah. Eshikdan kirgandan buyon taq-tuq so'zlayapsan. Men hech nimani tushunmay qoldim-ku. Nemali gap bo'lsa, mening beshimni qaymoqtirmay. Ochig'ini davamamsa, uning sizmi mening tatiyotgan dardim oz emas. Buning nersiga chidayolmayman. Sening rastli xabaring yo'q ekanda. Murodil inoq oila, baxtli turmush va hozirgi zamon aloqa qurollarining uninga keladigan ba'zi bir ziyonlari ustida tadqiqot olib berib, bir kitob yozgan ekan. Asri bitibdi. Bugun shuning cheyni ichadigan gapgan. Anglasam, sizlarning oilami bu kitobda bormish-ku. Ha? Murodil bu kitobni yozishda sizlarning baxtsiz oilanglar ustida tadqiqot olib berib, ba'zi bir chaqchaqlarni qilamiz. Qog'inini kashni bilamiz-ku. Soat 5da Tumaris restoranida marhamat qiling. Murodil shunday degan.
Jamila. Demakchi. Siz bilan paranglashmasam bo'lmaydi. Jamila. Hamma ish oydinlashdi, sir yeshildi. Men bu ko'ngilsizliklarning tagiga yetdim. Yana nima hikoya to'qaydavotsiz, Murat? Men sizning qazningizga chiq qaynab ketdim. Shu chaqcha. Nima deb o'ylagan, qandoq tushungan bo'lsangiz, mayli. Siz haqliq. Chunki men sizga siz qoyil bo'g'idek sabab ko'rsatib beramadim, Jamila. Bugun gapimni anglamasangiz bo'lmaydi. Bu bizning taqdirimizga, oilamizning kelgusiga munosabatli cho'ng ish. Cho'qim gapimni anglashingiz kerak. Shundaqmi? Yog'och qozonda g'o'birli qitim osh pishadi. Ondaqda. Qani so'zing. Siz mening hiliqi Murodil degan sog'dishimni taniydigansiz? Murodil? To'g'ri, yozuvchi sog'dishimchu. Siz hazırla, restoranga başlap barayız. Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Kenadir. Qani o'ltiringlar. O'tiringlar. Kechib qolding-ku. Yo'lda azroq ayol bo'lib qoldi. Davomli qo'zangga qo'shilib yuradigan nima bo'lsan, ha? Ey, Murat kelmadi-ku. Savaqdoshlar orasida birdan-bir baxtni topqani shu ikkisi edi. Endi ularga ko'z tekkandek ish bo'ldi-ku. Qo'rimizni ag'ach o'tiringlar. Gül qizni anglashimcha bir noahli ularning turmushiga so'qchilik silib o'tqizakmish. Hadis telefon berib qani. Ag'ach o'tiringlar. Ustam, bu şey to'xtadi. Ma'qul. Kinalamsiz. Qaysi qoldi? Onu verin ha. Ha, ma'qul. Hadi tut. 50 kun. Ha. Aldыңызмы? Gaflet baskan günlerimizi unutup turmuşumuzni qaytadan başlayın. Ben size söyleyeceğim. Ben sizga ishonaman. Seni suyman Murat. Rahmat. Bugun meni bakka xushal qilib aytdingiz. Agar siz to'g'ri topsangiz, men bu gulni bizning vaqtli azobimiz badli kelgan shu asarning avtori so'q qilsam, ranjimaydigansiz. Ranjimayman. Ustam, Tumaris qayda? Bak,
Qani, keling. Qani, og'inglar. Quloq selinglar. Bugun ajoyib bir qutlug' kun bo'pti. Do'stimiz Murodil nihoyat ko'p ajr bilan Bo'ldi, qaytirma. Rahmat. Boshindaq cho'ptimda ikkisi o'chirsin, nega yaxshi bo'ladi? Shunga og'inglar. Qo'limdagi bu tunji romkini og'inimiz Murodilning shon sharafiga ko'tarib olsak qandaq? Qani, qo'sha. Ko'taraylik. Qani, ko'taraylik. Tahrir qilinglar. Assalomu alaykum og'inglar. Salomatliginglar yaxshi turgan. Tabriklaymiz Murodil. Asrangizga tutgandan anglab sizga xush bo'ldi. Rahmat sizga. Oddiy bo'lsin, qabul qiling. Sizga muborak. Rahmat. Bu mening g'ururimning so'g'isi. Bu mening bu dunyodagi egam Murodning oldidagi. Uning ko'nglidagi poklik izzatimning so'g'isi. Eg'ir olmay qabul qilasiz. Agar ranjimasanglar, bizning vaqtlik azobimiz badliga bitib chiqqan bu büyük əsərni söyümlük ayolim bilan billa ko'rib chiqay deyman. Kechiringlar og'inglar, kayfiyatinglarni buzib qo'ydim. Buningdan keyin mening turmushimning har bir daqiqasimi intayin ma'nilik, intayin ko'ngillik, intayin baxtli o'tadi. Kechiringlar og'inglar, kayfinglarni buzib qo'ydim. Biz mangdiq. Jiring Jamila. Bu ben Onun adayla iqri kelgan o'xshaydi. Bu qanday o'g'lamdi? Men saqlab turing. Men asli bu men o'ylab baqsam og'inglar, bir ishni xato qilibman. Bu kitobni ko'rishga ketgan vaqtimni yanala turmushimga beray. Bu kitobni turmushni qadrlamaydigan nodonlar ko'zi bo'g'dak. Endi shingiz tekkandir? Ha. Murodil, telefonni siz eling. Siz asıl zamanda. Ay, uxlagan. Kimdi o bu? Voy, kim o? Kim o? Men Sevla. Kimdaysiz bu? Bugun nimandaqlardingiz turmaysiz qadrligim. Men sizning asringizdan bitib chiqqanlik uchun o'zimni sizga yana bir qatam sovg'a qilib saqlab turg'ili. Ne vaq? Hey, kimga? Xata urib qo'ygan o'xshaydi. Xata urib qo'yibdi? Xata urib qo'yishda shirin gaplar qilamda? Yo'q, men rost tonimayman. Besini dayif. Voy, meni daqilsan. Yo'q, men kimni angla, men rost. Men uni tonimayman deyman. Güzel Jamila. Voy, kimni? Istama. Yo'q. Hey, vallahi o'g'lim ketsa turdi. Hey, bak qo'shni anglasa. Sen menimden yirakkenmigin, yüreğimni bara etmigin. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, meninle senin, süymem seni.